Levofloksatsinni homiladorlarga va bolalarga qo'llash mumkin. Levofloksatsin umuman ftorhinolonlar degan guruh bor, antibiotiklar guruhi. Bu ciprofloksatsin, levofloksatsin, gatifloksatsin degan antibiotiklar kiradi. Juda kuchli antibiotik bular va juda kuchligiga yarasha zarari ham ko'p bularni. Xususan levofloksatsinning zarari bu tog'ay to'qimasiga hamda markaziy nerv tizimiga beradigan zarari. Shu nuqtai nazardan bu levofloksatsin dori vositasini ustida, ya'ni homiladorlarga berilish bo'yicha o'tkazilgan tekshiruvlar yetarli bo'lmaganligi sababli, ya'ni bu homilaning o'limiga olib keladimi, homilaning nuqsoniga olib keladimi degan savollarni yakuniy javob bo'lmaganligi sababli bugungi kunda hozircha homiladorlarga berish tavsiya etilmaydi. Va xuddi shuningdek bolalarga ham berish tavsiya etilmaydi. Buni eng asosiy zarari hozir aytdim, tayanch harakat tizimiga, xususan o'sha tog'ayga, paylarga ta'siri hamda bosh miyaga ta'siri. Ya'ni paylar noto'g'ri rivojlanib qolishi mumkin, tog'ay noto'g'ri rivojlanib qolishi mumkin, nuqsonli bo'lib. Va bu bola yoki bu homila tug'ilgandan keyin o'sha bola yurganda ozgina jismoniy mehnat qilsa, ozgina yuradigan bo'lsa, ozgina harakat qilsa, buni bo'g'imlari og'riydigan, suyaklari og'riydigan, hattoki paylarni uzilib ketishiga ham olib kelishi mumkin. Bunaqa holatlar ham kuzatilgan. Ya'ni ozgina og'irroq, qattiqroq jismoniy mehnatda payi uzilib ketgan. Aynan levofloksatsin ta'sirida payi uzilib ketgan holatlar kuzatilgan. Va bundan tashqari aytdim, nerv tizimiga ham ta'sir qilardim. Gematoensefalik baryer degan narsa bo'ladi. Gep deb yuritiladi qisqasiga. Ya'ni gemato degani qon degani, ensefalo degani bosh miya degani. Endi o'sha qon hamda bosh miyani orasiga o'tuvchi to'siq. Ba'zi narsalar o'tolmaydi shu to'siqdan. Shuning uchun ham bosh miyasiga ta'sir qilmaydi. Qon orqali boradi, miyaga o'tolmagan sababli bosh miyaga ta'sir qilmaydi. Lekin bu ftorhinolonlar, xususan levofloksatsin ana shu gematoensefalik barerdan ham yoki yo'ldosh ham juda ko'p narsani tutib qoladi homiladorda. Ana shu yo'ldoshning bareridan ham bemalol o'tib keta oladi. Shuning uchun ham o'tib ketgandan keyin bosh miyaga ta'sir qiladi, homilaga ta'sir qiladi. Bu bosh miyaga ta'sir qilishi bu qo'zg'atuvchi neyromediatorlar bo'ladi. Ya'ni neyromediator deganimiz bosh miyaning ma'lum joylariga ta'sir qilib turib, o'sha joylarni qo'zg'atadigan narsalarda bular qo'zg'atishi mumkin yoki qaytadan tinchlantirishi mumkin. Bu levofloksatsin o'sha qo'zg'atuvchi neyromediatorlarning o'rniga borib, o'sha markazlarda ta'sirlaydi. Natijada levofloksatsin ta'sirida katta odam ham, yosh bolada ham bo'lishi mumkin, o'sha bolada bo'lishi mumkin yoki homilada buni qabul qilgan katta odamda ham miyasiga boribdi, unda ham uyquni buzilishi, ta'sirchanlik, juda jirraklik, boshqa umuman miyani qo'zg'alishi bilan boradigan holatlar bo'ladi. Homilada masalan miya nuqsoni bilan bog'liq bo'lgan holatlar aniqlanmagan bundan keyin, lekin qo'zg'alish oshib ketadi, miyani qo'zg'alishi. Juda ta'sirchan, juda jirrakli, uyqusiz bo'lib qoladi. Mana shunaqa zararlari bor. Shuning uchun ham agar boshqa antibiotiklar ta'sir qilmasa, boshqa bezarar, endi antibiotik bezarari yo'q o'zi aslida. Zarari kamroq antibiotiklar ta'sir qilmaydigan bo'lsa, u holatda homiladorga ham, bolaga ham berish mumkin. Qat'iy ko'rsatma bilan. Biz ampitsillinni qilib ko'rdik, ceftriaksonni qilib ko'rdik, masalan, boshqa homiladorga mumkin bo'lgan qilib ko'rdik. Bularning hech qaysi yordam bermadi. Mana shu bolani hayotini saqlab qolish uchun yoki mana shu homiladorning hayotini saqlab qolish uchun boshqa yo'limiz yo'q bizda. Biz ftorhinolon qilishimiz kerak, levofloksatsin qilishimiz kerak yoki gatifloksatsin qilishimiz kerak degan xulosaga kelgandan keyin konsilium qilib turib, bitta doktor emas, 3 ta 4 ta doktor ko'rib, rahbariyatdan ham kimdir keladi, ko'rib, mana shuni qilishimiz kerak, qilmasak bo'lmaydi degan xulosaga kelib, hammalari qo'l qo'yadi. Shuni asosida keyin qilish mumkin. Lekin shunchaki birinchi dori sifatida kirib keldi, bemor, bolacha yoki homilador kirib keldi, birinchi dori sifatida boshqa narsani qo'llamasdan turib, bu narsani qilib bo'lmaydi, mumkin emas bu.